Assalomu alaykum obunachilar. Qandaysiz? Zo'rmisiz? Charchamayapsizlarmi? Ro'za-yu Ramazon oylari bilan. Obunachilarim, 8-turimizda bilasiz, bitta Jetower 4 ta Amazoniyada kenaymizga mashina chiqqanda, endi mashinalarni har doim bilasiz, hammani uylariga olib borib topshirardik. Bu safar Ro'za-yu Ramazon sababli ehsonimiz bor, o'shaning uchun mashinalarni bitta topshirib yuboryapmiz. Mashinalarni do'stlar, Damas avtomobili kenaymizga chiqqanda, Kenay yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Yaxshi keldingizlarmi? Zo'rmisiz? Qandaysiz? Charchamayapsizmi? Ha, yaxshi. Senda endi bitta ikkita savollarim bor. Shularni beraman. Keyin mashina sizniki. Bitta o'zingiz keldingizmi? Ikkalangiz. Haydashni bilasizlarmi mashina? Kam o'qitamizda. Ha, ukangiz kelyaptimi? Ha, juda ham yaxshi ekan. Yana qanaqa bo'ldi? Biletni qayerdan oldingiz? O'zbekistonda ishtirok qilgan ekansiz. Obunachilar, keyin O'zbekistonda har doim ishtirok qilamiz. Bizga chiqishmaydi, u deyishadi, bu deyishadi. Mana O'zbekistondan ham mashina yutib olishayotganlar bor, yo'q emas. Keyin nima sabab bo'ldi Husayn kanaldan bilet olishga? Qarindoshlar bilan o'tirdik. Keyin 4 ta bilet olishdi, bittasiga meni ham qo'shishdi. Men tavakkal deb harakat qilib ko'rdik. YouTube menga chiqdi. Hay mana deysiz. Nasib qilsa, Xudo xohlasa mana mashina, paket, dogovor, shartnoma, Xudo xohlasa, mazza qilib bilan sotsangiz ham yaxshi pulga ketadi. Uyda xaridadigan odam bo'lsa, minsangiz ham. O'zingiz bir hafta mashlarda nima deydi bu? Mashina yo'q joyda haydasangiz, o'rganib ketasiz. Damas haydash oson, yana oldi yo'q bo'lganiga arenterdan ham yaxshi olaverasiz. Harakat qilamiz. Nasib qilsin. Endi nima deydi? Obunachilarimizga niyat, tilak, istaklar bo'lsa, aytib qo'ysangiz xursand bo'lashardi. O'yinimizda ishtirok qilganlar bor. Nima derdim? O'ynanglar, yutinglar sizlar ham. Omad kulib boqsin hammalarga. Harakat qilsa, imkon bo'lar ekan. Imkon topsa, harakat bo'ladi. Mana yutdik. Biroz ekan, keldik mana. Ilohim, to'ylarga, yaxshi kunlarga meninglar va kalit qani, kalitdan bermanman sizga. Kalit o'zidanmi buni? Hali 0 probek ekan-ay. Hali 0 probek. Minilmagan, hozir anaqadan chiqarib, pskratdan to'g'ri olib kelishdi. Xudo xohlasa, mashinani tantanali topshiramiz. Sizga ham nasib qilsin. Siz ham bu narsa desangiz zo'r bo'lardi. Dugonangizmi, opangizmi? O'rtog'im birga keldik. O'rtog'ingiz. Ha. O'ynanglar, hamma yutsin. Hammaga omad. Rahmat. Jonlaringiz omon bo'lsin. Obunachilar bilasizlar, bizlarda ayol kishilar mashina yutib olsa, ko'p gapirtirmaymiz, ko'p videoga ham olmaymiz. Shuning uchun videomiz qisqa, chiroyli bo'ladi. Hammaga omad, o'ylarimizda ishtirok qilinglar. Keyin buni bermanman sizga. Tantanali topshiramiz shartnomasini. O'ylarimizda ishtirok qilinglar. Har doim Husayn kanalini kuzatib boringlar. Xudo xohlasa, keyingi mashina sizniki bo'lishi mumkin. Uylaringizga to'y tomosha qilib olib borish nasib qilsa. Allohga omonatsiz do'stlar.